Assalomu alaykum santexnika ba'zi obunachilari. Bugun 4-may kuni vanna, dush smesителлari nechta bo'layotganini sizlar bilan qiziqtiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Hammaga mashhur o'sha pianino modellarimiz. Xo'p, bu yaxshi variant. Dast degan firmaniki, sifati yaxshi. Narxi 800 ming so'm. Xo'p, xuddi shuni matvi qora rangi bor. Buni ham narxi 800 ming so'm. Xo'p, bu yerda yana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Lebbet degan firmamiz bor. Narxi 450 ming so'm. Mana shu komplekti. Traynoy bo'ladi. Sifati yaxshi, buni ham ishlab beradi. Endi premium darajadagi Zegor degan firmamiz bor. Latun bo'ladi. Vesi ham og'ir, tillarang, bleski ham yaltiroq bo'ladi. Suv issiqlik berilganda ham rangi o'chib ketmaydi. Sifati yaxshi. Buni narxi 1 200 ming so'm. Xuddi shu firmamizning Zegor degan firmamizning ikkili varianti babichka deyiladi modeli. Bu juda ham yumshoq bo'ladi, geliy shlanka bo'ladi, leykalari ham katta bo'ladi. 3 xil pozitsiyada sepadigan bo'ladi. Narxi 1 million so'm bo'ladi. Xo'p, buni ham ko'rishingiz mumkin. Grey rangi 1 million 200 ming so'm. Bu ham latun variant bo'ladi. Buni arzonchi varianti bizda 450 ming so'm. Xo'p, hammaga mashhur Bau firmamizning 7107 modeli dumaloq. Juda ko'pchilik buni biladi. Biz o'zimiz ham anchadan beri sotamiz. Olgan odamga yoqqan. Buni narxi 900 ming so'm. Zegor variantimiz bor. Steyakimiz. Buni narxi 1 million 50 ming so'm chiqadi. Qora. Bunda ham issiqlik kirgandan keyin buni rangi ocharib, oq bo'lib turib, keyin yana o'zini rangiga qaytadigan emas. Bu sifati yaxshisi, latunoviy variant bo'ladi. Xo'p, Bau varianti, ya'ni to'rtburchak varianti. Tepalari ham, leykalari ham to'rtburchak bo'ladi. Buni narxi 950 ming so'm. 950 ming so'm chiqadi. Wasserman modelimiz narxi 600 ming so'm. Buni ham sifati yaxshi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. 3 tali bo'ladi. Endi faqatgina dushi o'zi, leykasi bor variantlardan bu 5330 modelimiz. Buni narxi 350 ming so'm. Buni ham sifati zo'r. O'zim ham olib ishlatganman, baraka topadigan smesitel. Bauni 5413 degan modeli. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 270 ming so'm. Lebbet varianti bor, 150 ming so'm. Buni ham shlanka leykalari bor. 150 ming so'm. Xo'p, Bau 8174 modelimiz. Buni narxi 350 ming so'm. Sifati yaxshi. Bauni hamma narsasini olsangiz sifati zo'r bo'ladi. Va o'sha mashhur yana Wasserman brendimiz, qora mat goldlari ham bor buni. Matviy bo'ladi bu. Buni narxi 400 ming so'm. Hop, Bauni babichka varianti, fiksatori o'rtada Buratino deyiladi, ya'ni. Hop, buni narxi 400 ming so'm. Vesi ham og'ir bo'ladi. Hop, Wassermanning to'rtburchak modelimiz, high-tech deyiladi buni oti. Buni narxi 420 ming so'm. 420 ming so'm, xuddi shuni nikkili varianti. Zegor kalta gusakli vanna smesitelimiz, buni shlankalari ham bor, buni boshqa narsalari ham bor komplektida. Juda ham yumshoq, plavanniy bo'ladi, vesi ham ancha og'ir. Buni narxi 500 ming so'm. 500 ming so'm, lekin olganga arziydi. Olgan odam yana olib ishlatib baraka topganlar bor. Endi tahorat smesitellar Bauniki bor. Buni narxi 300 ming so'm. Buni sus varianti bor. Hop, Zegorniki. Buni narxi 320 ming so'm chiqadi. Yana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hop, Zegorniki bor, 450 ming so'm chiqadi. Sifati yaxshi. Endi shuni Miko varianti bor, arzonroq. Buni narxi 200 ming so'm chiqadi. Gigiyenskiy внутренний смеситель, ya'ni tahoratga qo'yadigan smesitellarni ko'rishingiz mumkin. Frab brendidan chiqqan. Buni narxi 450 ming so'm. Bu yoqda hop, yana ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 450 ming so'm chiqadi. Bauniki qora, buni ham rangi o'chib ketmaydi. Hop, bunda salfetka qo'yadigan, ya'ni salfetka yoki bumaga qo'yishga mo'ljallangan o'zining держательlari ham bor, nikkel bo'ladi. Buni leykalari ham mana ko'rishingiz mumkin. Prujinasi ham yaxshi ishlaydi.
metallический bo'ladi, shlankalari ham 120 bo'ladi. Buni narxi 450 ming so'm. Gappo brendidan high-tech variant qora shlankalari, buni ham 120 bo'ladi. Buni narxi 600 ming so'm. 600 ming so'm. Bu variantimizni buni biz SB deb nomlaganmiz. Shlankalari mattivisi ham bor, gelivisi ham bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Ochiq seriya bo'ladi. Temir bo'ladi, sifati yaxshi, ham juda ham yumshoq bo'ladi. Buni narxi bu endi sal qimmatroq bo'ladi, 1 million 200 ming so'm. Keyin bu yoqda mana Gres degan firmamizniki bor. Gresski 600 ming so'm. Bu ham latonoviy bo'ladi. Buni ham rangi o'chib ketmaydi. Sifati yaxshi. Buni ham ko'p ustalarimiz bilishadi, Gres degan firma. И Frap brendidan juda ham необычный, и mana leykalari ham bundoq qilsangiz tushadi, bundoq qilsangiz yopadi. Juda ham yumshoq, qo'lni kuydirmaydi. Sifati yaxshi buni ham. Buni narxi 600 ming so'm chiqadi. Biz sizlarga taqdim qilayotgan narxlar 2026-yil 4-may sanasiga amal qiladi. Agar sizlarga batafsil yana ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa ishinglarni hal qilib beramiz. Bizning manzilimiz Toshkent shahar Yunusobod Gvardeyskiy GAIni to'g'risida santexnika baza do'koni. Hammanglarni kutib qolamiz. Shu raqamlarga murojaat qilinglar. Hammanglarga rahmat.